Assalomu alaykum hammaga. Bugun dars temamizni 54-elementda ksinon bilan tanishamiz. Ksinon, yunoncha ksinon, begona degan ma'noni anglatadi. Atom raqami elektr bo'lgan kimyoviy elementdir. Ksinonda kimyoviy belgisi He, lotincha nomi xenon. 1898-yili Shotland olimi William Ramsay tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami elektr, atom massasi 131, normal sharoitda ksinon gaz, rangi rangsiz, klassifikatsiyasi metall mas, elektromanfiligi yo'q, qaynash temperaturasi 165,1 Kelvin yoki -108 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 161,4 Kelvin yoki -111,7 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 0,00588 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. William Ramsay rasmini ko'rishimiz mumkin. Bu olim 1852-yilda tug'ilib, 1916-yilda vafot etgan. Ksinonda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, ksinonda kimyoviy belgisi He, atom tartib raqami elektr, atom massasi 131, elektron konfiguratsiyasi 5s2 5p6 ni tashkil etadi. Tasvirini ko'radigan bo'lsak, rangsiz ksinon gazini kolbada ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 54 ta elektron bor. Bu elektronlar atomda harakatlanadi to'xtovsiz. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 54 ta protoni bor va 77 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi. Ksinonda atom modeli mana shunday tuzilgan bo'ladi. Bugun ksinon haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.